O'zbekistonda o'qib turib, Malayziya universiteti diplomini olish imkoniyati paydo bo'ldi. Ha, endi buning uchun ham chet elga ketishingiz shart emas. Toshkent Amaliy fanlar universiteti Malayziyadagi dunyoning eng yaxshi 700 va Osiyoning top 200 ta universiteti qatoriga kiruvchi Lincoln University College bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturi yo'lga qo'ydi. Bu dasturda tahsil olgan talabalar o'qishni yakunlagach ikkita diplom egasiga aylanishadi. Birinchisi Toshkent Amaliy fanlar universiteti tomonidan beriladigan davlat diplomi. Ikkinchisi esa Malayziyadagi Lincoln University College'ning xalqaro diplomi. Dastur xalqaro standartlar asosida ingliz tilida olib boriladi. Eng zo'r tarafi shundaki, 4+0 dasturi bilan 4 yil davomida Toshkentda tahsil olib, O'zbekistondan chiqmagan holda xalqaro diplomga ega bo'lishingiz mumkin. Agar xalqaro talabalik tajribasini orttirishni istasangiz, 2+2 dasturi orqali dastlabki 2 yilni O'zbekistonda, keyingi 2 yilni esa Malayziyada davom ettirishingiz mumkin. Kontrakt narxlari ham hamyonbop, yiliga 18.750.000 so'mdan boshlanadi. Agar qo'shma ta'lim dasturi haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, izohlarda diplom deb yozing. Sizga barcha ma'lumotlarni yuboramiz.